Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekiston hududida qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 11 aprel kuni qanday ob-havo bo'lishini prognoz qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13 daraja, kunduzi 23-25 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Jizzax, Samarqand viloyatlarida kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja bo'ladi. Muhim hodisalar 10-12 aprel kunlari respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin deyiladi xabarda.